doktor qo'li sinsin operatsiya qilgan, nogiron qilib qo'ydi, meni bolamni oxirigacha operatsiya qilmagan, bekorga pul to'ladi deb bitta bemor kelyapti meni yonimga. Mana shunaqa jahl bilan shu doktor yomonlayapti. Doktor, mana shuni yozib bering, xato qilganini sudga beraman, blogerga, Instagramga chiqarib ustidan yozaman deyapti. Keyin aytaman, to'xtang deyman. Bolangizni operatsiya qilgan doktor aybdor emas. Nimaga tushuntirib beraman? Sababi bu operatsiya usuli, ya'ni oddiy adenoid olish usuli ikki xil usuli bor. Bittasi narkoz bilan kamerada ko'rib, ikkinchisi eski usul o'tkazib qo'yib, qo'l oyog'ini boylab adenotomni tortib olish. Bu yerda doktor o'zini ishini qilgan. Doktor shunaqa ilm olgan ustozidan. O'sha o'zini qo'lida bor bo'lgan instrumentlardan, qo'lida bor bo'lgan texnikadan foydalanib bolangizga yordam bergan. Bu yerda hech qanaqa doktorning aybi yo'q. Bu adabiyotlarda ham bor bu narsa, hozirgi foydalanib kelayotgan usul ham bor bu narsa. Lekin bu yerda usulning minus tomoni o'sha shifokor qilayotgan ishini ko'rmaydi. Birinchidan, ikkinchidan bolaga psixologik travma bo'ladi. Uchinchidan o'sha kontrol qila olmagandan keyin tozalab ola olmaydi. Shuning uchun iltimos ota-onalar yoki kimdir mana shu operatsiya qildirmoqchi bo'lsa-edi, operatsiyada asorat bo'ladigan bo'lsa, doktori yomonlamaydi. Bu yerda metod usulda o'sha operatsiya bo'ladigan bemori kasalligiga bog'liq.